Tuxumdon o'smasi qanchalik xavfli kasallik? Hozirgi kunda ayollarimizda tuxumdon o'smasi tashxisi juda ko'p qo'yilmoqda va bu tashxis kundan kunga yosharib bormoqda. Ya'ni yosh qizlarimizda ham tuxumdon o'smalari uchrab turmoqda. Tuxumdon o'smalari turli xil bo'lishi mumkin. Xavfli o'smalari va xavfsiz o'smalari bo'lishi mumkin. Agar ayolda tuxumdon o'smasi tashxisi qo'yilsa, birinchi navbatda uni qanaqa ekanligiga ahamiyat berishimiz kerak va o'shanga qarab taktika qilinadi. Agar tuxumdon o'smasi oddiy follikulyar kista bo'ladigan bo'lsa, bunday holatlarda ayol 3 oy davomida kuzatiladi. 3 oy davomida o'zidan o'zi bunday kistalar so'rilib ketishi mumkin. Lekin buni tuxumdonni follikulyar o'smasi deb e'tiborsiz qoldirishimiz ham noto'g'ri hisoblanadi. Chunki ayrim holatlarda tuxumdagi o'smalar xavfli o'smalar bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ham tuxumdon o'smasi bor deb tashxis qo'yilgan ayollarga o'zining maxsus analizlarini taklif etamiz. Bu SA125, HY4 va indeks Roma degan analizlardan o'tkazamiz. Bunda tuxumdondagi o'sma xavfli o'sma ekanligi inkor qilinishi uchun zarur bo'lgan analiz hisoblanadi. Agar mana shu analizlarimizda ko'rsatkichlar baland chiqadigan bo'lsa, bu ham hamisha hamma vaqt ham tuxumdon o'smasi xavfli o'sma ekanligidan dalolat bermaydi. Chunki ayrim holatlarda agar ayolda kuchli shamollash holati bo'lsa, adenomyozniy kistalar bo'ladigan bo'lsa, mana shu analizlar baland ko'rsatkichlarni ko'rsatishi mumkin. Tuxumdon o'smalari oddiy follikulyarni kista bo'lishi mumkin, endometriozli kista bo'lishi mumkin va dermoidli kista bo'lishi mumkin. Yana undan tashqari xavfli o'smalar ham bo'lishi mumkin.